Men 30 yoshimda shogirdlikka tushdim. Bu inson nimaga kuldi degan savolga javob. 30 yoshida erkak uyi, joyi, mashinasi, oilasi, farzandlari bo'lishi kerak. Allohga shukr, Allohga hamd, uyim, joyim, oilam, farzandim bor. 30 yoshda nimaga qiziqib shogird bo'lishi mumkin inson? Har bir oilada yosh qarini qo'lida bu matoh bor va u tez-tez buzilib turadi. Bu telefon. Bu narsa bizni ham bo'ynimizga, boshimizga tushdi va shu narsa bizni qiziqtirib qoldi. Aynan mana telefon ustasiga shogirdga tushdim va shu narsani yoritib jarayonlarda videoga, tasvirga olib boraman. Kimga qiziq bo'lsa izohlar qoldirib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh hamma narsani qiziqarli holatda olib borishga harakat qilaman. Usta tavsiyalar bilan.